21 aprel navbatdagi Uragan mototsiklimiz Tashqala mahallasidan kelgan Gulmay akaga sotildi. 2 tonnalik kuzov razmeri 220 ga 140 degan Uragan mototsikl, motori 200 lik motor, panijini povuchinisi bor, radiatori bor, antifrizda sovutiladi. Qutlug' bo'lsin toza texnikalarimiz. Rahmat. Iloyim kiyim mashinalarga aylanursin. Aytganing kelaversin. Köyündegiday bo'ldimi? Narx-navosi sifati. Narx-navolar yaxshi, yomon emas bo'ladi. Xizmatimizdan rozimisiz? Narx-navolar yaxshi, yomon emas. Ay, bo'ladi. Yaxshi kuningizga buyursin. Kiyim mashinalarga aylanursin. Bo'ladi, yaxshi, rahmat. So'm bo'ldi. 26. Yaxshi. Tashqala mahallaga. Hurmatli obunachilar, navbatdagi sotuvimiz mana skuterimiz bo'ldi. Halqabat rayonidan keldingizmi? Halqabatdan keldik. Halqabatdan kelgan Ilyos akaga skuterdan sotildi. Qancha bo'ldi bahasi? 2 million 900. 2 million 900 ming so'm bo'libdi. Xayrini ko'ring. Yaxshi kuningizni bersin. Rahmat. Savdongiz bo'laversin. Ay, rahmat. Fobar savdo markazida har xil texnikalardan kelyapti. Kuzatishda davom eting azizlar. Navbatdagi motokultivatorimiz Kegeyli rayonidan kelgan Yashilqallarga bo'ldi. 192 dizel motorli, selarka motorli motokultivator Kegeyli Qumshingil apujidan Abdujaliyev Sultonbek. Sultonbek agaga sotildi. Köyündegiday bo'ldimi? Necha so'm bo'ldi bahasi? 9,5 deb aytilib turibdi. 8 million 800 ga bo'ldi. Aksiya YouTube'da ko'rib keldim dedingiz. Shu aksiya bahasidan 1 aprelgacha dedik o'zi aksiyamizni. Bu yoqdan yana birsini sotyapmiz. Ikkovi bir joydan 8 million 800 dan ketdi. Köyündegiday bo'lgan bo'lsa, rozimiz sahar savdolarimiz. Rahmat, zo'r bo'ldi. Yog'ib ishlatib ko'rdingiz. Ko'rdim. Garantiyasi ishlab ko'rsatdi bari. Sog' bo'ling, ilohim dehqonchingizga baraka bersin. Rahmat. Savdoningizni keyini toza mashinalarga ulanib ketaversin. Amin, aytganingiz kelsin. Sizga ham Savdongizga savdongizga har beraka. xil texnikalardan bor. Fobar savdo markazi. 2 dangalikli mototsikllar. Navbatdagi motokultivatorimiz Nukus rayonidan Xalmurat akaga 7 ot kuchli motokultivator sotdik. Köyündegiday bo'ldimi narx-navo? Bo'ldi, ava. Shura kelganga yarashaqday bo'ldimi? Bo'ldi, ava. Mototsikllar hamma texnikalardan ko'rdingiz. Ko'rdik, ava. Bo'ladi, sog' bo'ling. Foydali barakali bo'lsin aga. Ishlaringiz rivoj. Amin. Toza mashinalarga buyuraversin keyin. Amin. Sog' bo'ling. Navbatdagi motokultivatorimiz Taxtako'pir rayon Qaratereng apijisidan kelgan Smith degan jo'ramizga sotildi. Motokultivator 17 ot kuchli selarka motorli. Kiltda qotlanib turibdi. Ava. Narx-navosidan ko'rin to'ldimi? Ava, normaliy narx-navo. Ishlatib ko'rdingizlarmi? Bolalarning xizmatidan rozimisizlar? Ava, normaliy. Istevator. Ko'rka demading. Bo'ladi, o'ng bo'lsin. Amin. Nasib etsin. Rahmat. Yaxshi kunlarga bersin. Berqanchingizga baraka bersin. Sog' bo'l, jo'ra. Rahmat. Bir zot deyurmaydi ekan bu jo'ramiz ham Sincha aka mendan betar. Navbatdagi elektroskuterimiz 5 akkumulyatorli 16 lik diskali mana qo'sha parli skuterimiz. O'rmanov Findan Ikram akaga sotildi. Ikram aka qutlug' bo'lsin toza texnikalar. Rahmat. O'ngdan bo'lsin. Foydali barakali bo'lsin. Köyündegiday bo'ldimi narx-navosi? Bo'ladi, ajoyib. Yurgizib, haydab ko'rib, ishlatib ko'rib oldingiz saqir. Minib ko'rdik, haydab ko'rdik. Necha so'mga kelishdingiz? 5 millionga. 5 million so'mga naqd pulga sotildi aziz obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Fobar savdo markazida har xil Bo'ladi, sizlarga rahmat. texnikalardan bor. Rahmat, sog' bo'ling.